bolajonlar. Mart oyini biz go'zal bahor deb nomlab, bunda biz 4 haftada birga sizlar bilan ishlaydigan. Bugun esa oxirgi 4-haftamiz hasharotlar mavzusida sizlar bilan ochiq seminar mashg'ulot o'tkazamiz, bolajonlar. Qani unda birinchi bo'lib til va nutq markazimizda ishlaymiz. Til va nutq markazimizdagi bolajonlarimiz bizga hasharotlar haqida ma'lumotlar beradi. Hasharotlar hayvonlar orasida soni ko'pligi va xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Yer yuzida 1,4 millionga yaqin hasharotlar turlari mavjud. Hasharotlarning tana qismlari 3 qismdan iborat: bosh, ko'krak va qorin. Har bir hasharotda shunaqa tana qismlari bor. Eng mehnatkash hasharotlar chumolidir. Parda qanotlari turkumiga kiradi. Chumoli hech qachon uxlamaydi. O'zidan 20 barobar katta yukni ko'tara oladi. Dunyoda 20 mingga yaqin ariq turlari mavjud. Asalarilar esa 20 ming tur allar orasida odamni birinchi marta chaqqandan so'ng nobud bo'ladigan hasharot tur. Ninachilar eng qadimgi hasharotlar, ularni qanotlar ikki tomonga yoyilib turadi. Ular zarar ko'rganlardan va qonchi urushi hasharotlarni qirish bilan insonlarga foyda keltiradi. Yo'q, to'xtang. Chivini aliviy pasal juda harakatlangan. Hasharotlar bosh tanasi va kichiklar bilan qoplangan. Ular oziq-ovqat narsalar bilan oziqlanadi. Kim aytadi yana? Yo'q, she'rlarimiz. Bo'ldi. Demak, bolajonlar, mana sizlar hasharotlar haqida ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Sizlarga aytmadi. Sadiyaxon, shu qadar nozik qanotga ega hasharotlar kapalaklar shu qadar nozik va shaffofki, kapalaklar sovuq havoda ucholmaydi. Kapalaklar orqali narigi tarafni ko'rish mumkin.